Suda bordik, 15 ga ma'muriy qamoq jazosi berildi, beshaklat ishtirok qildilar. Uyda bolalarim bilan birga yotardim. Boz ular nima qilyapti, tushlarga kirib chiqyapti. Yoshim 28 da, ustochilik bilan shug'ullanaman, ish teraman. Uylanganman, 2 nafar o'g'lim bor. Hozir ular nima qilyapti, nima qo'yapti, xabarim olmadim. Bu yerda kunlarim yildek o'tibdi. Uyda bolalarim bilan birga yotardim. Boz ular nima qilyapti, tushlarga kirib chiqyapti. O'rtoqlarim bilan choyxonaga borgandik. Choyxonaga bordik, bu yerda 2 butilka aroq ichdik. Keyin u yoqqa qaytish paytimda rollar indimdan mashina haydab qaytaman deb boshqarib yo'qotdim. Yomg'ir yog'tirandi, oldi g'ildirak ariqqa tushib ketdi. Tortib oldik, yo'lga mashina o'chirimdan u yoqqa qaytib keldim, kimdir uchastka ogohlantirgan ekan. Uchastkaga keldi, doktordan o'tkazdi. Suda bordik, 15 ga ma'muriy qamoq jazosi berildi, beshaklat ishtirok qildilar. Shu bo'lgan holat shu. Qilgan ishlarimdan pushaymonman. Balki boshqa narsalar bo'lib ketishi mumkin-ku, yoki kimdir hayotiga zomin bo'lishi mumkin-ku, yo balki o'zim biron bir nima bo'lishi mumkin-ku. Bu yerdan chiqsam, xudo xolasa qaytib bu ishlar qilmasligiga so'z beraman, afsusdaman.